Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 3, 4, 5 va 6 iyun uchun O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Bunga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 3-iyunda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 4, 5 va 6-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3 va 6-iyunda 15-20 daraja, 4-5-iyunda 13-18 daraja, kunduzi 3-iyunda 26-31 daraja, 4-5-iyunda 28-33 daraja, 6-iyunda 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 3-iyunda ayrim joylarda yog'ingarchilik yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 4, 5, 6-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 3-iyunda kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja. 4, 5, 6-iyunda kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 3, 4-iyunda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 5, 6-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 3 va 6-iyunda 30-35 daraja, 4, 5-iyunda 28-33 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 3, 4-iyunda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 5, 6-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 3, 4, 5-iyunda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 6-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3, 4-iyunda 20-25 daraja, 5, 6-iyunda 17-22 daraja, kunduzi 3 va 6-iyunda 30-35 daraja, 4 va 5-iyunda 28-33 daraja bo'ladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.